Challenge'imizning 26-kun mashqlarini mana bu harakatlar bilan bajarib olamiz va bugun sizga neyrobiologiya tarixidagi eng mashhur va hayratlanarli kashfiyot haqida gapirib beraman. Bu kashfiyot tibbiyot olamida tub burilish yasaydi. U ko'zgu terapiya deb ataladi. Bu terapiya haqida ma'lumot berishdan avval sizni fantom og'riqlar bilan tanishtirishim kerak. Ya'ni fantom og'riqlar nima? Bu shunday og'riqlarki, masalan, tasavvur qiling, bir inson bir qo'li yoki oyog'idan ayrildi. Ammo ana shu ayrilgan oyog'i yoki qo'li o'rnida u doimiy ravishda bir og'riq his qiladi. Bu og'riq masalan, igna sanchgandek, tok urgandek, qichishish, achishish hislari bo'lishi mumkin va lekin qo'l yo'q, uni o'rnida og'riq bor. Bu fantom og'riq deb ataladi. Aynan mana shunday bemorlarga yordam berish maqsadida olimlar har xil izlanishlar olib borishadi va 1990-yilga kelib mashhur neyrobiolog olim Valayanur Ramachandran bir quti o'ylab topadi. Bu quti ichiga Ramachandran ko'zgu joylashtiradi va ko'zguning old tomoniga bemorlar sog'lom oyog'i yoki qo'lini joylashtiradi, ko'zguning orqa tomoniga esa amputatsiya qilingan oyog'ini qo'yadi va sog'lom a'zosi bilan turli xil harakatlarni qiladi, mashqlarni bajaradi va miya sog'lom oyoqning ko'zgudagi aksini yo'qotilgan a'zo sifatida qabul qiladi va asta-sekin og'riqlar chekina boshlaydi. Shu tariqa bemorlar mana shu ko'zgu yordamida bir necha yillar davomida azob chekib kelayotgan og'riqdan bir necha daqiqadan so'ng xalos bo'ladilar. Bu uslub yordamida Ramachandran miyaning qotib qolmagan a'zo ekanligini va vizual axborot orqali miya yangi aloqalarni qayta qurish qobiliyatiga ega ekanligini isbotlab beradi. Va bugungi kunda ko'zgu terapiyasi yordamida nafaqat fantom og'riqlarni davolashda, balki insultdan keyingi falajlik va surunkali og'riqdan aziyat chekayotgan bemorlarga reabilitatsiya maqsadida ham yordam berishda qo'llanilmoqda. Mashqimizni yakunlaymiz. Aziz do'stlar, agar bugungi bajargan mashqimiz sizga qiyinlik qilmagan bo'lsa, bajara olgan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini yozing va mana shunday qiziqarli ilmiy ma'lumotlar, kashfiyotlar haqida bilib borishni istasangiz, sahifamga albatta obuna bo'ling.